Assalomu alaykum bog'dorchilik podpischiklari. 2025-yil 26-aprel sanasida sizlarga yangi navdagi Mikado o'rigimiz ko'rsatib o'tamiz. 26-aprelda xudo xolasa pishib yetildi do'stlar. Bugun uzish jarayonlari bo'lyapti. Kalibri 40-45 ta beradi. Holati juda zo'r. 4-yilda bog'imiz do'stlar. Kapennissa bilan tog'li sovuq hududlarga ekilgan bog'imiz ko'rsatamiz. Namanganda mana uzoq tog'larni ko'rsatib qo'ying. Balki sovuq, shuning uchun bir hafta 10 kun ketib pishyapti. O'zi bu Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida issiq hududlarda bu 20-aprelda ham pishadi. Eng ertaki Mikado o'rigimiz bo'ladi do'stlar. Mana. Xudo xolasa uzish usta bo'ladigan bu bo'ldi. Xudo xolasa. To'rga 5 sxemada ekilgan bog'imiz. 4-bahorda ko'radi bu yil. Atrofni hisob qo'ying. Xudo xolasa yilga daromadi 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo atrofida kutilyapti. Xudo xolasa noyabr oyiga bog'dorchilik podpischiklariga aksiya qilib qo'yganmiz. Hozirdan zakaz berganlarga narxlarini, ko'chatni narxlarini arzonlashtirib beramiz. Xudo xolasa noyabrda ko'chatlarni ko'chirib sotishni boshlaymiz. Hozirdan zakaz olaverasizlar. Nomerlarimiz 91 116 9200 ga aloqaga chiqaverasizlar. Buni ishonchli ko'chatlari bor. Shoxlardan payvand qilib ulaganmiz. Xudo xolasa O'zbekistonda, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyoda eng lider o'rik hisoblanadi. Eng birinchi pishadigan o'rik. Holati o'ta yirik, juda shirin. Ertaki o'riklarda o'zi eshitgan bo'lsalaring ta'mi yo'q bo'ladi, lekin Mikado, Vanderkot o'riklarida erta ham pishadi, ta'mi juda shirin bo'ladi. Eksportga hamma Yevropalarda sotiladi do'stlar. Amerikagacha yetib boradi, chidamlik, juda zo'r holati. Mikado o'rigimiz shu holatda bo'ldi. Ko'chatlari noyabrga bor. Bog'dorchilik nihollari kanalidan sotib olishlaring mumkin. Hozirdan zakazlarni olishni boshlaganmiz. Noyabrga ko'chirib beraveramiz. Bahorgacha xudo xolasa ko'chatlari bo'ladi. Katta yer maydonlariga xuddi shu holatda shu sxemada ekib berish xizmati bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mehnatlarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like, podpiska bosishni unutmaysizlar. Bog'dorchilikka qiziqadigan o'rtoqlaringiz tanishishni unutmanglar. Tashlashdi. Podpiska.